Bu darsligimizda xomut fasonini, ya'ni kacheli ham nomlanadi. Mana shu ko'rib turgan fasonni to'liq modellashni andozada o'rganamiz va bichilish sirlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bittagina andozadan mana shunday koftichka bilan ko'ylakni bemalol bichib olishingiz mumkin. Bu ko'ylagimizni ham oldi qismini ko'rib turibsiz, xomut fasonidan foydalanilgan belgacha bo'lgan andozadan. Koftichkada uzunroq qilib ham bichsangiz bo'ladi. Bittagina asos andozamizni olamiz. Belgacha bo'lgan andozani olib, ko'krak va birinchi bo'lib bel vitichkalarini modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz ko'krakni markazidan oldi ochilish tomonga qaratib, aynan perpendikulyar holatida xuddi shunaqa liniyakani qo'yganimdek chizib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bittagina liniyamiz bizni modellashtirishimizga yordam beradi. Mana shu bitta liniya orqali sizga bel vitichkasini ham kichaytirish kerak bo'lsa, ya'ni bel chiqariladigan fason qilayotgan bo'lsangiz, albatta bel vitichkasini ham modellashtirib olsangiz bo'ladi. Agar sizda fasoningiz bel chiqarilmagan fason bo'lsa, unda faqat bitta ko'krak vitichkasini modellashtirsangiz yetadi. Ko'rib turganingizdek, men bel vitichkasini modellashtirdim. Bel vitichkasini modellashtirish aynan bel vitichkasini o'rnini olamiz va bir-biriga yopishtiramiz. Mana shu bel vitichkasini modellashtirish hisoblanadi. Ikkinchi modellashtirishimiz bo'lsa, ko'krak vitichkasini modellashtirdik. Ko'krak vitichkasini ham albatta xuddi shunaqa chizib olgan chizig'imiz yordamida modellashtirib andozani tayyor qilib oldik. Endi mana shu bitta andozamizdan hozirgina aytib o'tganimdek bir necha xil fasonda bichib olsak bo'ladi. Endi biz matodagi sirlarni ham siz bilan ko'rib chiqamiz. Xomut fasonini o'zi aslida mana shunaqa ko'z shaklda qo'yib bichishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni matoni enini bo'yiga qaratib yopganimizda burchak qismimiz 90 gradusli burchakni liniyakada ko'rsatib beryapman. Yopganimizda 45 darajali bo'ladi. Ya'ni aynan mana shu 45 darajada bichilganda bizni xomut fasonimiz juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Har doim mana shu qoidaga siz ham amal qilsangiz, sizni xomut andozalaringiz va tikkan mana shu modeldagi fasonlaringiz hammasi juda ham bejirim shaklda bo'ladi. Nima uchun bunaqa ko'z qilib qo'yiladi deyilganda, mato yumshoq ko'rinishga keladi. Ya'ni xomut fasonini oldi mana shu kacheli bo'lib tushib turishi uchun albatta biz matoni yumshatishimiz kerak. Uning uchun bizga ko'z bichimlar yordam beradi. Har doim xuddi shunaqa qilib 90 gradusni buklab 45 daraja qilib olganimizdan so'ng buklot tomonga albatta andozamizni qo'yib bichib olishimiz kerak. Andozamizni qanday modellashtirgan bo'lsam, xuddi shunday qilib qo'ydim. Endi bu yerda yana ikkinchi sirni sizga aytib o'taman. Xomut fasonini yuqori qismini, ichini biz aptachkada qilsak chiroyli chiqmaydi. 2 qavatli qilib bichilsa, aynan oldi tarafi, mana shu ko'rib turibsiz, burchak qismini men qaytarib yana andozam turgan joyga qaytardim. Aynan mana shunaqa burchagini ichiga qaytarib, ustidan keyin biz bichib olganimizda xomutni oldi qismi butun o'zi bilan, mana shu aptachkalari ham o'zi bilan butun selnakroyni, ya'ni butun bichilgan holatda tayyor bo'ladi. Aynan mana shunaqa qilib andozamizni qo'yamiz. Yelkamiz turgan joyi albatta oldi 2 qavat bo'ladi. Oldidan mana shu oldi proymani yarmidan boshlab oldiga qaratib mana shu burchak kelib turgan joyini uchini yoylashtirib qo'ysangiz, shu bilan xomut fasonimiz juda ham chiroyli ichiga, ya'ni aptachkalari ichki tomonda turgan holatda mana koftichkamizda ham ko'rishingiz mumkin. Bu umuman sezilmaydi ichki tarafga qo'shib olganingiz, lekin ko'rinishi juda ham mana shunaqa chiroyli holatda turadi. Albatta mana shu men ko'rsatgan sirlardan siz ham foydalaning. Matoni, ya'ni 45 darajaga keltirib olamiz va matoni burchagini albatta o'zi bilan butun bichib olamiz. Xomutni ichki tarafini ham butun holatda bichib olamiz. Ko'ylagimizda ham juda ham chiroyli bejirim holatda turibdi. Demak, mana shu fasonimizda xohlasangiz mana shu ko'ylakni bichishingiz mumkin, xohlasangiz koftichkani ham bichsangiz bo'ladi. Ya'ni uni beldan pastini uzunroq qilib, sizga qancha kerak bo'lsa shunchalik qilib bichib olsangiz bo'ladi. Mana men sizga aytib o'tganimdek, ichki aptachka joyini, burchaklarini yoylashtirib olyapman. Burchak bo'yicha qoldirsa ham bo'ladimi desangiz, ha, albatta yumshoq mato bo'lsa xuddi shunaqa burchak shaklida qoldirib, belini qo'shganimizda, ya'ni pastdan yubka qo'shasizmi yoki boshqa fasonda narsa tiksangiz ham mana shu burchagini beliga qotirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana shunaqa men ko'rsatgandek yoylashtirib ichki tarafdagi aptachkasini olsangiz yana ham chiroyli holatga keladi. Ko'rdinglarmi, shu bilan mana biz sizlar bilan xomut fasonini to'liq oldin modellashtirishdi
va bichilish sirlarini men sizga hammasini bir chekkadan batafsil tushuntirib o'tdim. To'g'ri, bir qaraganda juda ham oson, xomut andozasini tayyorlash qiyin emas. Bittagina liniya bilan biz modellashtirib oldik. Lekin mana shu bichilish sirlarini hamma joyda ham aytavermaydi. Lekin biz harakat qilamiz. Maryams akademiyasida hamma berib borilayotgan darsliklarda biz shunchaki sizni vaqtingizni o'tkazish uchun emas, siz to'g'ri yo'lda ilm olishingiz uchun astoydil harakat qilganmiz. Maryams metodi bilan juda ham andozalarni tayyorlash oson va bez primerka bemalol pasadqalari ham juda ham chiroyli holatda to'g'ri keladigan asos andozalarni tayyorlashingiz mumkin. Yaqinda bizni 22 yanvardan 18 patogimizga start beriladi. Agar siz ham xohlasangiz, mana shu unikal metodni to'laligicha o'rganishni xohlasangiz, albatta izohlarda plus qoldiring va biz sizga to'liq ma'lumotlarni yuboramiz. Ilm olish har doim hamma vaqt boshlagan vaqtingiz eng xayrli va eng afzal vaqti hisoblanadi. Shuning uchun ilm olishni erta kechi yo'q. Faqat sizda ishonch bo'lishi kerak va har doim harakatdan to'xtamang. O'zingiz o'ylagan orzularingizga, maqsadlaringizga faqatgina o'zingizni harakatingiz bilan, kuchingiz bilan va avvalambor chiroyli duoyingiz bilan yetib kelasiz. Maryams akademiyasi bu yo'lda astoydil sizlar uchun har kuni qo'limizdan kelgancha chiroyli modellirованияlarni berib borishga harakat qilamiz va shu orqali sizni ilmingiz yana ham o'ssa biz bundan xursandmiz.